Hozirgi zamonaviy o'zbek qizlarimizga bir savolim bor. Siz rostdan ham shuni xohlaysizmi? Mana bir necha haftadirki shunga o'xshash videolarga ko'zlarim tushib qolyapti. Polis kamida oyiga $10,000 topishgan. Mahriga gelik, 18 yoshgacha hovli bo'lmasa, kvartirasi bo'lmasa, oyida $100,000 topmasa, maykasining rangi qizil bo'lmasa va hokazo va hokazo. Talablarni yuzlab, minglab haqiqiy erkaklar tomosha qilyapti. Ha, va yana shunga o'xshash o'ziga xos bir challenge paydo bo'lgan. Uni oti Red Flag. Наши red флаги в парнях. Ваш ред флаг? Что для тебя red? Что, поехали, да, вон там. Мои red флаги в парнях. Красные флаги. Топ-5 самых. Мои категорические нет в мужчинах. Наши red флаги. Да что ты, черт побери, такое несешь? Hamma tushungan bo'lsa kerak, bu ahmoqgarchilikning eng yuqori nuqtasi. O'zimizning jaydari tilda bu patolog deyiladi. Endi xususan ushbu turkumdagi qizlarga savol. Rostdanmi? Siz O'zbekistonda hali shunaqa yigitlar qoldi deb o'ylaysizmi? Meni basharam Londonda. Onasi menimsin. Bulardan tashqari bitta ikkita bor baribir. Lekin men o'ylashimcha, haqiqiy yigitlar xohlaydigan narsa mutlaqo boshqa narsa. Oyiga $100,000 ishlab topadigan va mahriga gelik beradigan yigitlarni shaxsan 10 tasini o'zim taniyman. Ularning qadr-qimmatlari mutlaqo boshqa narsalar. Xususan mening ham qadr-qimmatlarim bu qizlarning talablaridan ancha yuqori turadi. Gap mahriga beriladigan gelik yoki oylik maoshda emas. Puling qancha ko'p yoki kamligida ham emas. O'zbek yigitining orzusi yoki talabi qanday tushunsangiz tushuning. Bu qarshimdagi turgan qiz meni bolalarimga onalik qila oladimi? Ertaga qanaqa panyatka beradi bu qiz meni bolalarimga katta bo'lishiga? Klublarda shotlarni otadi yoki Yevropa stiliga intiladigan. Shu yerda bir daqiqa. Yevropa stili juda ham chiroyli, lekin buni chiroyli ishlata olsangiz, lekin uni to'g'ri tahlil qilish uchun miya kerak. Men o'ylaymanki, o'zbek yigitining orzusi shu. Aytaylik, o'sha qizlarning talablarini bajardik ham deylik. Evaziga nima olamiz? Obuna bo'ling. Bu yerda qiziqarli va foydali. Fikringizni izohlarda qoldiring.